Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Hozir yana shuningdek ko'chada 3 singlimiz uya borgan ekanlar. Men Urganchdan kelishgan, hozir yo'lda uchrashdik. Yulduzdan singlimiz bilan. Bu singlimiz o'zi Hazaras tumani Yangi bozor qishlog'ida istiqomat qilib, shu yerda tug'ilib o'sgan. Hozir shu 5-6 yil bo'ldi uysiz, joysiz. Og'asi bilan kelishmin ko'chaga chiqib ketgan. Endi og'asining bola chaqasi bor. Bu singlimiz ham o'zi birinchi guruh nogironi bo'ladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yulduz aka yana necha yil bo'ldi bu birinchi guruh nogiron bo'lib qolganingga? 14 yildan beri ko'zim görmedi. 14 yildan beri ne? Necha yil bo'ldi uyingdan chiqib ketganiga? 6 yil bo'ldi. Neda yashaydi eding? Yangi bozorda yashaydim. Hozir Turishbal Toprakala tumanida turaman. 6 yildan beri kvartiradaman. Bir nafar qizim bor, 3,5 yoshida. Shular kvartiradan chiqardilar, uylarni sotib qo'ydilar. Shuna qo'lingizdan kelgancha yordam bersangizlar, iltimos yurtdoshlar. Hozir joyni etish qiyin. Bir pensiya bilan o'shib bo'lmaydi. Turmush o'rtog'ing yo'q axir? Yo'q, yo'q. Turmush o'rtog'i yo'q, do'stlar. Pensiya olgan bilan dedi, pensiyani yeb ichaman dedilar. Kvartira dedi, yurib dedi, pul yetmaydi unga dedilar. Shuning uchun sizlardan iltimos do'stlar, birinchi guruh nogiron ekan, 14 yildan beri shu holatga tushgan, ikki ko'z ham ko'rmaydi. 3 yoshida yana farzandi bor. Do'stlar, bu qiza singlimiga yordam bersak, bir uyli bo'lib qolaman demandan. Bir Alloh uchun shu singlimiga bir yordam beraylik. Ehsonning mukofoti ehsondir dedi. Hozir bu singlimiz meni uyimga kelib yetib o'tir ekan. Men Urganchdan kelishimiz yo'lda uchrashdik. Shu yerda to'g'ri ish gün batmasdan bir shu yerda video olaverik. Yana shu ko'chada uzrlekin shu yerda nada bir pianoda shu yerda video olib turibmiz do'stlar. Shu qo'limizdan yancha xolis Alloh uchun shu singlimiga yordam beraylik. Bu Yangi bozor qishlog'ida turadi ekan, Hazaras tumanida bir og'asi bor ekan, bolalari bilan singlimiz kelishmagan bundan 5-6 yil burun. Shundan keyin ko'chaga chiqib ketgan bu. Bera borgan ne bo'lgan emas. Foyda bo'lgan emas. Shuning uchun do'stlar, saxiy insonlar ko'p bu dunyoda. Yer yuzida yaxshi insonlar ko'p, qarab turibmiz, to'g'rimi? Shuning uchun qo'limizdan kelgancha yordam qilsak, o'zimizning oxiratimiz uchun yaxshi deyman-da. Ehsonning mukofoti ehsondir dedi do'stlar. Shuning uchun sizlardan iltimos, shu singlimizni befarq bo'lmali. Yana nima gaplaring bor? Aytadi. Saxiy insonlar ko'p, akalaring bor, opalaring bor, ukalaring bor, ko'radi shuni. Aytaver, ayt. Chekilib turmaydilar. Aytaver, ayt. Yordam beringlarda so'raveradilar, hech uyat yo'q uni. Iltimos yurtdoshlar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Shu qizim uchun, men uchun bo'lmasam, shu qizim uchun. Hozir kvartiralar qimmat. Hazarsa ko'chib o'tdim, hozir beram qimmat. Ne atapinikalari yo'q, atapiniki o'tmagan. Sovuq. 1,5 million deb turibdi hozir kvartiralari. O'zingiz ham ko'rganingizni usti boshini ko'rsangiz mumkin, oyoqdagi kiyime qarang, ustidagi kurtkaga qarang, misol uchun buni ko'chada bundan qarangsa kiydin emas. To'g'rimi? O'zimiz bo'lsam, misol shuni kiymimiz dejakman. Shu qo'limizdan kelganicha shu qara ko'zi uchun yordam beraylik, shu bolasi uchun sovuq eldimiz deb turibdi, yana qishga keldi dedi. Shuning uchun bu xolis Alloh uchun shu singlimiga yordam bersak deyman-da. Do'stlar, befarq bo'lmali, iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Aziz do'stlar, men bilasizlar, shunchaki ishlarni ko'rsam men to'g'ri befarq bo'laman, yonboshda o'tib ketaverimman. Qo'limdan kelgancha yordam berishga intilaman men. Bundan birinchi vaqtlarim 3 yil davomida yetim yesirdir bechoralarga ko'pchilik biladi. Qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Xolos Alloh uchun, o'zim oxiratim uchun, o'zim bola chaqam uchun aytganman. Sizlar ham shuni iltimos etaman. Shu singlimiga bir yordam beraylik. Do'stlar, shu singlimiz ham bir uyli bo'lsin. Misol bir baqlasha qo'la ichmay shuni ekson kartasini qo'yib o'taman. Shunga tegishli bir baqlasha qo'la ichmay shunga pul tashlasak, dama dedi, ko'l bo'lar dedi. Allohning bir narsa bir biz sababchi biza do'stlar. Shuning uchun sizlardan iltimos etib qolaman. Saxiy insonlar shu singlimiga yordam beraylik. Minati terminib, dildirab, bolasi bilan kvartira yurmasin deyman-da do'stlar. Biz issiqqina joyda o'tiribmiz. Bu singlimizning uyi yo'q, 5-6 yil bo'ldi. Sizlardan iltimos, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar uchun Allohdan duo qilib, inshaalloh shu singlimiga bir yordam qilamiz deb umiddaman do'stlar. Befarq bo'lmali. Iltimos sizlardan. Rahmat deb qo'y, Xudo xolasa hammasi oydin bo'ladi. Shu singlimiga tegishli karta nomerlari qo'yaman, telefon raqamlarini qo'yaman. Bemalol bog'lanishingiz mumkin, bemalol ekson qilib yordam berishingiz mumkin. Bu singlimizning odi Yulduz bo'ladi. Hazaras tumani Yangi bozor qishlog'ida tug'ilib istiqomat qilganlar. Hozir Durjboda yashab yurgan ekan, kvartirada Hazarasda o'tibdi. Do'stlar, yana bir aytib o'taman. Esa do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'linglar. Ko'rishguncha sizlarga ishonamiz.